Nurbelga deganga men Nurbelganing tug'an o'rnini mush miqdorga yo'llab berdim. Demak, men mana shu xatni yozib olsam, mana Nurbelga deganga mushning nechinchi o'rinda ekanligini ko'rsatib turdi. Men mana bundaq tanlasam, tanlig'inimning soni bo'ladi-ku muqarrar. Men buni bundaq kesib ilishdan burun, men mana kesib etishdan burun Nurbelganing mushu sonining mushning ichida necha tal narsani kesganligimni aniqlab olsam bo'ladi bir hisobda. Yoki bo'lmasa, meni kesib bo'lgandan keyin kesib elvetgandan keyin ondan keyin Nurbelga shu kesganning oqisiga kelib qoladi ekan. Demak, bu yerda mush Nurbelganing nima turayotganligini yana Selstar orqali bilalayotganman, shundaqmi? Buni aniqlamasam bo'ladi ekan. Ammo men buni aniqlab bo'lganda, aniqlamay mayag mundaq Nurbelgani yo'tkab, ko'chirilgan yerim masalan XMR IT xata chekitcom qilib qo'ydim. Men endi ma chekitcom deganni xatoning oldiga yo'tkimekdim, shundaqmi? Meni kesib ilib, ashaga yo'tkimekdim. Meni kesib oldim, to'g'ri. Kesib chaplash taqsiga yo'tkaldi. Mening chekitning oldiga yo'tkimekdim. Nurbelganing kelgan o'rnini men Selstar orqali yo'llab oldim. Meni eklab mayaga shu Selstarning oqisiga mendaq chaplab berishim kerak. Ko'chigan narsamni chaplab berishim uchun cho'qim shu Nurbelganing turgan o'rnini aniqlab berishim kerak. Uni Selstar orqali aniqladim. Nurbelga degan orqali. Nurbelga orqali aniqlagandan keyin mush o'rin chaplagandan keyin ondan keyin u cho'qim chaplangan xatdan keyingi o'ringa kelish kerakmi yoki Nurbelganing burunqi turgan o'rinda turish kerakmi deganni o'ylashim. Ya'ni burunqi o'rinda turib chaplaganni keyingi chaplab berish kerakmi yoki chaplab bo'lgandan keyingisini oqsiga turish kerakmi? Chaplaganning oldida tursin. Chaplaganning oldida tursak, ma program sal oddiylashadi, hozir sizlarga bir qulayliroq bo'lishi mumkin. Chaplaganning keyinni qo'ysak ham bo'laverdi men. Unda bo'lsa men buni to'g'ris baqay, ha. Kesib olgandan keyin onda Nurbelgani yo'tkiga o'rnimga mushu nimani chaplab birdim. Ammo shuni chaplab bo'lgandan keyin, ya'ni Selstar asildagi o'rinda turish kerak, shundaqmi? Asildagi o'rinda turish kerak. Unda bo'lsa, mayaga unda qilib qo'yman. Reti text birninki Selstarsi deganimiz tang Nurbelga degan miqdorga, ya'ni burunqi Selstarsilar o'xshash o'rinda turish kerak, shundaqmi? Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin Muxtar chekit.com chekit Roze deb yozdim. Ammo men Roze deganni o'zimning familiyasini mayaga yozmoqchi. Ya'ni kesib ilib oldidagi Muxtar deganga ulab qo'ymoqchi. Mayaga keldim, Nurbelgani qo'ydim, bu yerga chapildim hozir. Men programni qo'zg'atdim, yozib bo'lgandan keyin mayaga www.chekit.xmrit.com Muxtar Roze deb yozdim. Muxtar Roze'ga men Muxtar butun tekstni ma'ni ilib kesdim, kesganning yoq Nurbelgani mayaga yo'tkab, mayaga chaplab qo'ydim. Demak, mayada yana bir xatolik bor ekan, mana qaranglar. Endi ma'u faqat reti tekst birning tekstninki umum tekstning oqisiga clipboardga tekstni chaplab qo'yatadi, shundaqmi? Ekeldim, ma'ni eklab, bunda xat yozgandan keyin halq chaplayma degan buyruq bilan ma'ni undaq chaplasam, oqisiga chaplab, ma Muxtar Roze'ning oqisiga yana birini chaplaydi deb, sizlar mayaga bir xat yozib qo'yay farqlantirish uchun. Qalayimqan xat yozib Nurbelgani mayaga yo'tkisam, mash Nurbelgani yo'tkiga yerimga chaplamasdan oqisiga chaplab o'tib bordi, shundaqmi? Unda bo'lsa men ash Nurbelga turgan o'rinni yana mush chaplanadigan o'rin qarta aniqlab berishim kerak ekan. Mundaq qilib qo'ymasligim kerak ekan. Reti text birning teksti deganim tang. Shu Nurbelganing oldidagilarini qanday aniqlayman? Mayan tarafdan boshlasam, sol tarafdan boshlab aniqlaydim, shundaqmi? Sol tarafni aniqlaydigan funksiya qaysi? O'ng solni aniqlab, o'ngdan manchin qaytdi, soldan manchin qaytdi. Inglizcha sol deganni nima deydi? O'ng deganimizni right deydi. Left deydi. Left degan xoslikni oldik. Leftdan boshlab endi Selstar deganimiz Nurbelganing qanchinchi o'rinda turganligini deb beraydi, shundaqmi? Davasa shunchadan uzunlik xatni biz qaytarib bersam Nurbelganing turgan yerini topa oladi ekan-ku. Unda bo'lsa mayaga nimni kelib qo'yman? Nurbelga degan miqdorni mayada ishlatdim. Ishlatgandan keyin lafat sol tarafdan boshlab Nurbelganingki mash umum tekstning sol tarafidan boshlab umum uzunlik nechtal Nurbelga turgan o'rin ne o'z shunchadan xarakterni shu yerga qaytarib berdi bizga. Qaytarib berganning yoq uning oqisiga clipboard tekstni ulaymiz. Ondan keyin programni qayta qo'zg'atib yana bir ko'rib boqay. www.chekit.xmrit.com Muxtar Roze. Muxtar Roze'ni kesib oldim, Nurbelgani yo'tkidim, endi chaplab boqay. Programni qo'zg'atdim. www.xmrit.com
Muxtar Rozi. Ammo bu Muxtar Rozi deganni tanlay. Kesib oldim, nur belgini mayaga yotkidim, uning yoq mayaga chapladim. Chaplasam Muxtar Rozi deganni chaplab berdi. Buning oqistiki kom chiqdimi? Kom chiqmadi. Demak, endi buni qanday aniqlab bermay bu yerda? Deydigan masala chiqdi. Endi oqistiki komni yo'qitib qo'ydik, shundaqmi? Oqistiki komni yo'qitib qo'ygandan keyin biz tekstning eng oxiridan boshlab mushu tanlash uzunligi nur belgi nima turgan bo'lsa, shu yergacha bo'lganini qaytarib bir miqdorga yo'llab olsam bo'ldi-ku. Davos bu yerga yana bir miqdor qo'shishim to'g'ri keldi-ku. Oxirgi dedim. Oxirgi deb bir miqdor qo'ydim. Bu miqdor qanday bo'lishi kerak? Oxirgi deganimiz mush miqdorning qiymati teng bo'lishi kerak. O'ng tarafdan boshlab, ya'ni reti tekst 1ninki o'ng tarafidan boshlab, shunchalik tekstning o'ng tarafidan boshlab, umum uzunligidan nur belgining tug'an o'rniga cho'g'an qimmatni elib etgandek qimmatdekni qaytarib bersin. Shundoq oldidagini qaytarib olmaydi-ku. Nur belgi 10-o'rinda bo'lsa, 10 dan harfni qaytarmay, uning oqisini qaytarish kerak. Davos oqisini sanab shu 10-o'ringa kelgan vaqtida to'xtatish kerak. Davos u o'rin umumiy o'sha tekstning uzunligidan, ya'ni len reti tekst 1ninki tekstining uzunligidan elevtiman reti tekst 1ninki nimisini cell starsni elevtib ondan keyin buni right ga qaytarib beraman. Qaytarib bergandan keyin oxirgi degan mushu xarakterga oladigan umum son mush oxirgiga yo'llandi. Unda bo'lsa, mening oqisini ulab chiqarib beraman. Nimani? Oxirgi degan. Endi mayada bir masala kelib chiqdi endi. Qanday masala kelib chiqdi? Biz oxirgi deganda nima deb aniqlagandik? Mayat butun son deb aniqlagandik. Unda bo'lsa, ma'lum miqdorni men oxirgi degan bu butun son deb qo'ysam bo'lmaydi. Maya xarakterga qaytarib beradigan narsani. Unda bo'lsa, mayaga kelib diyam oxirgi nimitli xarakter string bo'lishi kerak. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi cheket xmr.it.com Muxtar Rozi. Mani kesib oldim. Nur belgini mayaga yotkidim. Ondan keyin mayaga chaplab berdim. Yana kom yo'q. Yana birini chaplab birla. Yana yo'q. To'xtam, nada ketdik, endi ko'rib baqala. Programning yozilish demasi yo'q, biroq bir tal xarakterning miqdorining ismi xato ketgan. Meningda oxir ki ekan, shundami? Meningda oxirgi yo'q qoldi, shundaqmi? Demak, ma xato ekan. Unda bo'lsa ay qilib qo'yayman. Ay qilib qo'ydim. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi qaytib bir sinayli. www.xmr.it.com Muxtar Rozi. Mani kesib oldim, mayaga ekeldim, mayaga chapildim. Endi kom bormi? Kom chiqdi. Yana bir qitim chapildim, yana Muxtar Rozi chiqyverdi. Endi mayaga kelib yana bir qitim chapildim, yana chiqyverdi. Endi ma'vo chaplash jihatdan normal bo'pti. Demak, bizning ma'vo programma jihatdan yozishimiz to'g'ri bo'pti, shundaqmi? Danglar, to'g'ri bo'ldi. Endi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, men mandaq tanlab turib, mushning o'rniga almashtirib o'tmoqchi bo'lsam qanday qilaman endi? Bunimni chaplash orqali chaplasam shuni nim qilibdi, biroq men bir munch og'amchilik narsa chiqarib o'tib Sen qalayimqan xatdan birini yozay. Yaxshimi siz apandi? Men ma apandi deganda kesib chaplash taqtisiki Muxtar Roziga o'zgartib o'tmoqchidim. Davos meni chaplab boqay. Yaxshimi siz Muxtar Rozi apandi? Bu apandi yana oqisiga ulinib oldi. Mayada bir masala kelib chiqdi. Buni qanday qilamiz deydigan masala chiqdi. Endi agar biz ma ikki miqdorni aniqlab bo'lgandan keyin mushu ikki miqdorni aniqlab bo'lgandan keyin tekstning ichida tanlangan, ya'ni tanlab almashtirib o'tilganga tanlangan narsa bo'lib qolgan bo'lsa, buni qanday bir taraf qilamiz? Unda biz buni mandaq bir taraf qilamiz. Agar reti tekst 1ninki cell uzunligi, ya'ni cell language degan shuga ma'vo tanlangan uzunligi teng bo'lsa 0 ga, ya'ni 0 bo'ldi degan gap tanlanmadi degan gap-ku. 0 ga teng bo'lsa u holda chaplashdan burun reti tekst 1ninki cell tekstni teng qilib etsin quruq holatga. Ondan keyin ma programmani shu yerga chaplab bersin. Undaq bo'lmasa, ya'ni mushundaq bo'lmasa, ondan keyin ma programma qayta bir qitim ijro bo'lsa bo'ladi. Amaliyotda ma undaq bo'lmasini yozmasaqmi bo'ladi. Qani programmani bir sinab ko'rib baqayli. Programni qo'zg'atdim. www.xmr.it.com
Muxtar Rozi amma uni tanlab ilib kesib etdim. Endi men Ximmer IT deganni tanladim. Tanlab bo'lganning yoqi mana undaq chapildim. Chaplasam yana tanqilib o'tmadi. Nimishqa tanqilib o'tmaydi? Buni tanqilib o'tmaslikning sabab biz mayad oxirgi deganni mushni iniqlashdan burun, ya'ni quruq qilib o'tishdan burun mayag iniqlab qo'ydik, shundaqmi? Buni iniqlab buni yo'llab o'tib, andan qilsak, biz tanlagandan biriga yo'llab o'tadi. Unda bo'lsa biz ma programmani ilib, ma shart jumlasining oqisidagi quruq qilib etsinning oxirgi iniqlab beramiz buni. Programmani endi qo'zg'itib sinab baqay. www.ximmerit.com Muxtar Rozi. Mane kestim. Mayan tanladim, chapildim. Endi almashdimi? Demak, programmani mana o'rin tartibiga diqqat qilishimiz kerak. Shuning bilan chaplash degan programmaning sal oddiy bir taraf qilish usuli mushunchalik programma bilan tugaydi. Endi tozalab o'tish, shundaqmi? Ma tozalab o'tish degan buyruq qo'yma. Davosmish tozalab o'tish degan buyruqni zot qanday yozaman? Programni qo'zg'atgandan keyin men bir qator xatlar va masalan Nur Muhammad bilan Muxtar va Muhammadjon deb yozdim, shundaqmi? Men endi bu yerga Nur Muhammad bilan Muhammadjon deganni qoldirib qo'yib, Muxtar va degan xat ortiq ketdi bu yerga deb chiqarib o'tmoqchi bo'ldim. Bu chaqda men ma'no bilan chiqarib o'tmayman-ku. Chiqarib o'tmayman. Mushni boshqa vaqtimda mush tanlangan xat chiketsin desam qanday qilaman? Repeat text birninki cell text deganim tang bo'lsin nimaga? Tanlangan tekstni qanday qilib o'taman? O'chirsak quruq qilib o'tamiz-ku. Bo'ldi, mush bir quruq program bilan tugdi. Programni qo'zg'atdim. Mayatga ma'rifni tanladim, o'chirib etdim. Buning oson ekan-ku, shundaq-ku? Unda bo'lsa men ma'lum komand dialog ta'minlab bergan narsalarni buni ayrim bir ko'znak ochamiz. Qanday qiladiganligimizni shu oddiy bir ko'znakni qo'zg'atib qo'yay, qolgan programmamizni maxsus mushik temaga kelgan vaqtida so'zlab beraman. Buning uchun programning ichidan yangidan bir ko'znak qo'shmay deganni qo'zg'ataman. Qo'zg'atib odatiy ko'znak, ya'ni ko'znak degan turni tanlab ichib beraman. Forum 2 deb qo'zg'aldi-ku. Qo'zg'algandan keyin tekst birdan birini olaman mayaga, ustiga almashtiradigan yoki izlaydigan xatni besish uchun komandadan birini olaman. Izlash bo'ldi-ku, mana izlash bo'ldi. Endi meniki oddiyroq qilsam yoki bo'lmasa, hozircha izlash bo'lgan ekan biz oddiy qilib bir tal bilan men tanlab qo'ydik. Qolgan almashtirishninkini men shunday qilganimizni bilib olsanglar bo'ldi. Izlash qo'yma. Izlab deb meni izlash deb qo'ydim. Ma'ning ichini quruq qilib o'tay. Quruq qilib o'tgandan keyin ma'ning ichiga qanday qaysi programni yozim forum 2 ni tortish uchun? Forum 2 ning nimasi? Forum 2 ning show dedim. Ha, programni qo'zg'atdim. Mana unda bassam, ma ichildi. Izlash ramkasi ichildi-ku. Hemen tanlash programmamizda repeat text birninki cell stars deganim cell star deganim tang 0 bo'lib ketgan vaqtda Nurbelga eng boshqa yetkilib ketadi-ku. Repeat text birninki cell language, yani tanlash uzunligi deganimiz tang len orqali shu repeat text boxning ichida necha dona xarakter bo'lsa shunchalik uzunlikdagi narsani tanlab bersin. Programni qo'zg'atdim. Eklab mani daq tanlasam hammani tanlab beradi degan gap. Mushu bir qancha tizimlikni to'g'izdan bugun mushning qarta program yozib turilmi? Jazmlashtirdim men. Jazmlashtirgandan yoqmaya kirsam, jami 6 dan tizimlik to'g'izibdim. Mush tizimlikka qarta program yozaylar. Buningki matiz qo'zg'atish knopkalarini o'zingizlar xohlagancha bekitib olinglar. Kirgandan keyin masalan osti, usti deganlarni mana shu yerdan xohlagan birasini bekitib o'zingizlar belgilab olinglar. Birinchi bo'lib xat nusxasi. Ya'ni bu xat nusxasiga mush tekstning ichidagi tekstga munosabatli narsani qo'zg'atib berishim kerak. Ya'ni CD log orqali, ya'ni command dialog control bizga bu xat nusxasini ta'minlab bergan-ku, shundaqmi? Font orqali, qashning orqali qo'zg'atdim. Unda bo'lsa qo'zg'atib baqay. Qanday xatolik yuz bergan ko'ramiz. CD log birninki show font. Men programmani mandal qo'zg'atsam xatolik yuz berdi. Sababi chunki biz buning qarta
flags degan xoslikni, ya'ni qaysi xil xat nusxasini ishlatish xosligini belgilamadik. Buningki 3 xil qiymati bor. Men hozir 2 degan qiymatni belgilab qo'yay. cd log 1ninki flags deganimiz teng 2 bo'lsin. Xat nusxasi. Qiymati 2 bo'ldi. Shu xil xat nusxasini bekitib berganning yo'q, ana show openni qo'zg'ata olayman. Qo'zg'atgandan keyin endi buningki cd log 1ninki eng dastlab qo'zg'algan xat nusxasini belgilab olmoqchi bo'lsam, font name orqali belgilab qo'yman. Masalan, Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyatining xat nusxasini belgilab qo'yay. U k i g tuz tom degan mush xat nusxasini eng ko'p ishlataman-ku men. Shuni belgilab qo'ydim. Programni qo'zg'atdik. Qo'zg'atib mundaq assam, mayaga xat nusxasi chiqmabdi. Aslida mana shu yozilib turish kerak-ku, shundaq-ku. Chiqmabdi. Sababi nima? Sabab chiqmaslik sababi men cd logni avval ichitib uni yoqib bekitdim. Bu chiqmasligining sababi shu. Agar men oldiga kelgan bo'lsam, ochmasdan burun xat nusxasini bekitib, undan ochgan bo'lsam, ma'u ichildi. Da bassam hozir qarsam, Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyati tuztom deb chiqadi-ku. Mana shundaq bekitdim. Endi tekstninki, mush tekstning ichiga kirgizgan xatni qanday bekitma deydigan masala chiqadi. Tekstning ichiga kirgizgan xatning xat nusxasini. Unda bo'lsa, tekst ma rest text boxning ismini nima Reti text birninki cell font names deganim teng. Nimaning xat nusxasiga command dial control ichpagan show fontning xat nusxasiga teng bo'lish kerak-ku. cd log birninki bu yerda show font demaymiz, chunki bir qatim ichib bo'lganligimiz uchun cd log birninki font name deb qo'yamiz. Font name. Men programni qo'zg'atsam, men xatni yozdim, yozgandan keyin nusxasini o'zgartirib desam, mana kirib xatning nusxasini o'zgartirib, masalan, tuz tor 6 kelsam, bunda qilsam o'zgardi-ku ava. Meniki farqli. Ham buningki men bunda eklab razmerni o'zgartirib qo'y deb men unda o'zgarsam o'zgardimi? O'zgarmadi. Razmer texa o'zgarmayotgan-ku. Ma tom inchikligimi o'zgarmayotgan. Unda bo'lsa, mushni men qanday o'zgartma deydigan yer keldik. Buni o'zgartishda bunda o'zgartimiz. Reti text birninki endi cell font namesini qo'yib, cell font size shundaqo. Cell font size deganimiz nima bo'lish kerak? cd log 1ning font size bo'lish kerak. Programni qo'zg'atdim. Ma'u 3 dona harfni men cho'ngaytmoqchi bo'ldim. Cho'ngaydimi? Endi buningki men xat nusxasi ham xat razmerini bekita oldim. Reti text birninki ya'ni reti text birninki cell bo'lgan tomlig'i deganim nimaga teng bo'lsin? cd log birninki font bo'ldiga teng bo'lsin. Shundaqmi? Biz ma'u program orqali endi programni qo'zg'atdik. xmr it chekitcom mana com deganni cho'ngaytmoqchi bo'ldim. Ammo mayadagi 4 turni belgilab berishim kerak. Unda bo'lsa mayadan Ondan keyin men tom altın tanlasam, qani bu tom. Tom altın tanlasam, mana bundaq bassam, tom aletga xatga o'zgarib ketadi. Mushni belgilab berishim kerak. Ham yan to'lig'ini belgilab berishim kerak-ku bunga. Reti text birninki cell yan to'lig'i tanlanganning yan to'lig'i deymiz. cd log 1ning nimasi? Bo'lish kerak. Ondan keyin qog'ozlarni mushkil yo'sinda yozsanglar bo'ladi. Bu xosliqni men so'zlab bo'lgan xosliqliqqa mushkil yo'sinda yozsanglar bo'ladi.